Payg'ambar alayhissalatu vassalom Makkaning oltin yigiti bor edi. Hozir aytadi Golden Boy deb. O'sha paytning Golden Boy'i bor edi. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu. Uni chaqirdilar, yosh yigit edi. U musulmon bo'lgan edi. Onasi juda ham Makkaning boy zodagan xotinlaridan edi. O'g'lini erkatoy qilib tarbiyalagan edi. O'zini davrida eng go'zal, eng chiroyli kiyimlarni o'g'liga kiydirardi. Sochlarini fatala qilib o'rdirib, chiroyli yog'lar bilan yog'lab, eng chiroyli atirlarni septirib qo'yardi. Bir ko'chadan Mus'ab o'tib ketsa, bir hafta o'sha ko'chada Mus'abning hidi ketmas edi. Qizlar Mus'abni orzusida uyqusi qochgan edi. Shu Mus'ab musulmon bo'lgan zahoti onasining ne'matlaridan mahrum bo'ldi. Otlar olib qo'yildi, kiyimlar tortib olindi, atir upalar, pul, boyliklar hammasi to'sib qo'yildi. Lekin iymonni olib qo'yib bo'lmaydi-ku. Payg'ambar alayhisalom Mus'abni chaqirdilar. Mus'ab senga xizmat bor dedilar. Buyuring Allohning rasuli. Men xizmatga tayyorman. Madina bilan kelishdim, ya'ni Yasrib bilan. Sen borib Yasribda musulmonlarni, ya'ni islomni tarqatasan dedilar. Biz borguncha Madinani islomga tayyorlaysan dedilar. Bosh ustiga dedi. Bosh ustiga. Mus'ab Madinaga ketdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom strategiyani davom ettiryaptilar. Joyni tayin qilib qo'ydilar, odamni jo'natib qo'ydilar. Endi bu yerga odamlarni sekin asta, ikkita, uchta, bitta qilib Madinaga jo'natyaptilar. Mus'ab borib gapga juda o'tkir edi Mus'ab. Mus'ab bilan gaplashgan odam sehrlanib qolardi. Ikki og'iz gap bilan yaxshi ko'rib qolardi. Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu Mus'abni Madinada yosh yigitlarni to'plab olib da'vat qilayotganini ko'rib, yugurib keldi. "Oy, sen yigit" dedi. "Boshqa joydan kelib olib, bizni shaharning yigitlarini boshini aylantiryapsanmi? Nima gap gapiryapsan?" dedi. Mus'ab Sa'dga qarab aytdiki, "Siz bu qavmning katta aqlli insonlaridan ko'rinasiz. Tushing otdan" dedi. "Gapimni eshitib ko'ring" dedi. "Yoqmasa ketaverasiz" dedi. "Yoqsa qabul qilasiz" dedi. "To'g'ri aytding, meni aqlim o'xshab o'zimda-ku" dedi. Sa'd ibn Mu'oz tushdilar, Mus'abning islom haqidagi hayqiriq da'vatlarini eshitdilar, yuraklari eridi, islomni qabul qildilar. Alloh. O Sa'd ibn Mu'oz butun boshli katta qabilaning raisi edi. Rais qabul qildi, butun qabila qabul qildi. Mus'abning xizmatini qarang. Bitta o'zi Madinani musulmonchilikka tayyor qilib qo'ydi. Mus'abning Makkaga qaytganligini rivoyatini aytadi ulamolar. Makkaga qaytib keldi. Biz deydi ba'zi sahobalar davra qurib o'tirgan edik. Uzoqdan Mus'ab yalang oyoq juldur juldur yirtiq yamoq kiyimda kelyapti. Biz Mus'abni tanirdik-ku. Dunyo ne'matlarida Mus'abdagi bor ne'mat hech kimda yo'q edi. Iymon keltirdi. Dunyo matolardan mahrum bo'ldi. Lekin ko'ziga qarayapmiz. Ko'zida iymon nuri. Biz hammamiz Mus'abni havas qildik deydi. Kiyim yirtiq. Tagida ot yo'q. Oyog'i yalang, bosh yalang bosh. Lekin Madinani musulmon qilib kelyapti. Dunyoning ma'nosi bu, birodarlar. Qurgan uyingiz, topgan pulingiz agar Rasulullohning nomlarini baland ko'tarishga xizmat qilmasa, zararga ishlaydi.